ijodkorlik ro'yiga boy, irodalik bir qism yoshlarımızın tirishchanligidan ayirib qarashga bo'lmaydi albatta. Şinjan Diyarim Fan Texnika cheklik şirketining bosh direktori, Diyarim tor bekitining qurg'uvchisi Dilshod Farad ana shunday irodalik, tirishchan yoshlarimizning biri. 2003 yılının ma'lum bir attigini Şinjan Universiteti yenidagi to'rxondan uyqusizlikdan qizargan ko'zlarini o'g'lig'incha bir yosh chiqib keldi. Gerçi o bir kecha kompyuter oldida mashg'ulot qilgan bo'lsa-mu, ruhliq, tetik, xo'shal edi. Chunki shu oqshimi u bir qancha oylik jafolik tirishchanligining natijasi, ya'ni Diyarim to'rining eng oxirgi loyihasini muvaffaqiyatli bitirib, Diyarim to'rini dunyoga keltirgan edi. Bu yosh Şinjan Universitetining o'quvchisi, Diyarim to'rining qurg'uvchisi Dilshod Farhod edi. Men Şinjan Universitetining axborot kasbi qabul qilgan. Axborot kasbini o'zim yaxshi ko'rib tanlab kelganda oliy maktabga. Oliy maktabga kelgan vaqtda men kompyuter degan narsalar men bir notanish qarang'i dunyo. Men tutib boqmagan kompyuterni. Kelgandan keyin bizning kompyuter darslar o'tildi. Shu jarayonda bir xil qiziqish paydo bo'ldi menda. Ya'ni ancha-muncha to'rxonlar kiratdik. Kirgandan keyin tadrijiy kompyuter bo'lgan bir xil havas qiziqish paydo bo'ldi-da. Shu bilan to'r bekatlarni ko'ratdik. O chaqda Uyg'urcha yoziq to'rda mukammal normal ko'rish amalga oshmagan vaqtlar biz shu Uyg'ur kompyuter yoziqida, ya'ni latincha harfda yangi yoziqcha yozilgan asarlarni, xabarlarni ko'ratdik-da. Boshqalar bilan aloqa qilganimda to'rda shu yangi yoziqcha latincha harfda aloqa qildik. Shuning bilan shuni to'rtkisda to'r bilimlariga qiziqdim. Shuni o'rgandim. Andan keyin to'r bekat yasashni, to'rda har xil harakatli e'lonlarni ishlashni, harakatli surat kartonlarni ishlashni o'rgandim. O'rgangandan keyin menda tadrijiy to'rga qiziqish paydo bo'ldi. U vaqtlarda yana oliy maktabdagi vaqtimizda kompyuter yo'q yotoqlarimizda. Sharoit ancha yaxshi deb ketgan bo'lmaydi. Shu vaqtlarda ko'p kunlarimiz, shanba kunlarimiz, darsni sirq vaqtlarimiz asosan maktabniki kompyuter mashg'ulot uyda va to'rxonlarda o'tadi. Ya'ni to'rxonlardagi kompyuterlar bizning shu kompyuterni tushunishimizga, xohlagancha qo'rqmay yuraklik mashg'ulot qilishimizga bir asos sog'anda. Shu vaqtlarda darsimiz bor vaqtda maktabda bo'lardik. Dars yo'q vaqtlarda asosan to'rxonlarda hatto kechacha tong otgacha o'tirib kompyuter mashg'ulot qilardik. Yani to'r ko'ratdik. Hamzlarning dangli to'r bekatlari kirib, bular nimalarni chiqaryapti to'rga. To'rlarning taraqqiyoti nerdan nergacha kechacha kunlarimiz hatto tong otgacha necha talay kechalarni biz kompyuter oldida o'tkazib bugungi hozirgi sharoitga erishdik. Shuning bilan Uyg'ur to'r dunyosidagi o'zgacha echilgan bir gul bo'lgan Diyarim to'ri to'r havaskorlari bilan yuz ko'rishdi. Assalomu alaykum. Diyarim to'r bekitiga kelganingizni qarshi olamiz. To'r dunyosidagi eng yaxshi manzilimiz Diyarim to'ri. Diyarim to'ri qurilib uzun o'tmayla o'zining rangdor sahifalari, milliy xosligi va mo'l mazmuni bilan avtonom rayonimiz ichida emas, davlatimiz ichi va sirtidagi ko'plagan Uyg'urlarning qo'llashiga va olqishiga erishdi. Buning bilan Diyarim to'rining chekilish qaytim soni kundan kuniga oshib bordi. Diyarim to'r bekiti 2003 yil dastlab qurilgan vaqtda adam kishini aytasiz. Masalan, shaxsan o'zimni kirgizatdim. Shu diyorimda bir tal chekit pashtin tortib hammani men o'zim kirgizatdim-da. U vaqtda ham maqola asarlarning yangilashi surati muqarrar osti bo'ldi. Chunki bir odamning amga kuchi qarashli. Keyin bir-bira taraqqiy qilgandan keyin buning asar yo'llaydiganlar, bizning atrofimizga uyushganlar, bizning undaqcha aytganda atrofdagi hamkordoshlarimiz ko'paydi. Ko'paygandan keyin turli sahifalarga mas'ul odamlar o'z zimmasiga oldi. Men adabiyot sahifasiga mas'ul bo'lay. Men go'zal san'at sahifasiga mas'ul bo'lay. deb ish taqsimoti aniq bo'ldi-da. Undaq bo'lgandan keyin bu asarlarning yangilanishi, to'r bekatining taraqqiyotini tez bo'ldi. Ya'ni kunda yangi asarlar bo'lsa, xalq bunga kirsa, bugungi bor narsa atsi yangi narsaga aylansa, burungi narsa ham tepilsa, kon izlagan narsa ham atsi kirsa, shu kundagi yangi uchurlar tepilsa, andan keyin bu xalq bundan manfaatlanadi oladi. 2005-yilga kelganda Dilshod oliy maktabni yaxshi natija bilan bitirdi. Ammo u maktab bitirganda o'zi taqsim qilingan xizmatdan voz kechib, o'z oldiga egilik tiklash yo'lini tanlab oldi. Oliy maktabni bitirgandan keyin nurg'un yaxshi xizmat o'rinlari botdi.
yaxshi xizmat o'rnlari chiqqanda men shu vaqtda men yanada qat'iylik bilan cho'qim bir o'z oldimga mustaqil bir eglik tiklab boqay degan yo'lni tanladim. Tanlab shu vaqt o'zim ishonchim noyatdi. Ishonchim batdi. Oliy maktabni bitiribla xizmat shirkat qurishdan burun oldindan men Jungko'ning dengiz bo'yi rayonlariga, ichki o'lkalarga taraqqiy qilgan Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Beijing qatorliq yerlarga berib, shu yerdagi eng mundaqcha aytganda Jungko'da ta'siri zo'r bo'lgan Shinlang, Baidu, yana Google ning Jungko'dagi bosh o'rni Shenzhenga berib, yana Tengshin Gongsi, yana QQ hozir biz ishlatayotgan QQ so'zlash qurolini ochgan shirkatda shularning shirkatning ahvollarini ko'rdim. Ko'rib shular bilan ko'p paranglashib, ularning qilayotgan kasblarini ko'rgandan keyin menda bir xil boshqacha bir iqtisodiy kalla, iqtisodiy ang shakllandi. Ya'ni cho'qim mundaq yo'lda mansam, men belgilik iqtisodiy qiymat yarata olar ekanman, mundaq chiqqanda pul topa olar ekanman degan bir ideya bo'ldi-da, kallamda boshqacha bir xil yuksalish bo'ldi. Burunqi oliy maktabdagi tor doiradagi chambarakdan chiqib ketdim-da men jamiyatga. Chiqib ketgandan keyin ichki o'lkalarni bir cho'ylab kelgandan keyin boshqacha bir ideya, ya'ni cho'qim korxona qurish. Korxona qurgandan keyin qaysi yo'lda elib menish, qanday iqtisod unum yaratish degan bir iqtisodiy kalla menda. Meni bak o'tag'il qo'ymadi-da. Shu turtkida men ishdan qaytib kelgandan keyin diyorim fan texnik shirkatini qurdim. Dilshod maktab bitirgandan keyin barliq kuchini diyorim to'rining taraqqiyotiga qaratdi. O'zliksiz tirishish, yangilik yaratish natijasida diyorim to'rining har kunlik ziyorat qitim soni 300 ming odam qitimdan eshib ketdi. Diyorim to'r bekiti 2007-yili 5-oyda Jungo internet to'ri uchur markazi tarafidan Jungodagi ta'sir kuchi zo'r oldingi 300 to'r bekiti qatoriga kirgizilib, rayonimizning internet sohasidagi xo'shallarli qadamni bosdi. 2003-yilda diyorim to'r bekitiga kirgandan boshlab hozirgi juvonlik diyorim to'r bekitida bo'ladim. Diyorim to'r bekitiga kirishimdagi asosli maqsad diyorim to'r bekitidagi yangiliklar ko'p, yangilish tez, masalan madaniyat deymiz, tarix, siyosiy, iqtisodiy qatorli har qaysi jihatdagi bilimlar, xabarlar chiqib bo'lg'achqa ko'p bo'lg'achqa mushaykir qilyapman. Shundan boshlab 5 yildan buyon diyorim to'r bekitidagi a'zosi ham boshqaruvchilar qilib kelyapman. Diyorim to'r bekitida nima izlasa shuni topqilib bo'lgan mazmunlar mukammal ham to'liq deyishga bo'ldi. Diyorim to'ri o'z ta'sirining uzluksiz kengayishi va davlat ichi sirtidagi obro'yning o'sishiga ergishib 2007-yili kasblashgan va muntazamlashgan shirkat, ya'ni Diyorim fan texnika cheklanish shirkati bo'lib qurildi. Navbatda shirkat direktori Dilshod Farhod avtonom rayonimizning internet ishlariga texnik zo'r to'p qo'shish uchun yo'l ochib ilgarilamoqda. Men shuni ishondimki, amaliy ish qilish jarayonida cho'qim tirishsizlar bir ishni boshqacha qilib bo'ldi ekan. Cho'qim o'zi qila oladigan, o'zi yaxshi qila olayman deb qaragan bir ishga cho'qim iroda qilish kerak. Ham shunda jafolarga taqobil tura oladigan ideya, ya'ni bardoshlik berish ro'yi bo'lgandilar yaxshi natija yaratgan bo'ldi va belgilik iqtisodiy unum yaratib, yaxshi bir turmushni o'zimiz yarata olamiz. Dilshodning yuqorqidagi ish izlaridan tuvandagidek 3 nuqtani ko'rilish bo'ldi. Birinchisi qaysi edi yaqtida? Birinchisi xizmat tanlashdagi ko'z qarashni o'zgartirish masalasi. Hozir bozor egiligi davri. Bozor egiligi davrida biz ko'z qarashimizni o'zgartmasak, vaqtida bozor egiligidagi jiddiy raqobatda putirab turolmaymiz. Dilshod dal o'qiyotgan mazgillardan tutibla mushu ko'z qarashni o'zgartirishga diqqat qilgan bola. Bu birinchisi. Yana bir qaysi edi yaqtida o'quvchi o'qiyotgan mazgillardan tutibla o'zining nishonini tiklashga diqqat qilish kerak. O'zining nishonini tiklashga diqqat qilib, shu nishonga yetish uchun o'zini kuchlantirib turish kerak. Mushunday vaqtida o'zining nishoniga yakil bo'ldi. Bu ikkinchisi. Yana bir qaysi edi vaqtida irodalik bo'lish kerak, jafoga